Alhamdulillah, Alloh taoloni madadi inoyati bilan otamiz rahmatli Shayx Alovuddin Mansur hazratlari boshlagan Qur'oni Azim tafsiri o'z nihoyasiga yetdi. Otamiz 25 poradan ziyodrog'ini tafsir qilib bu hayotdan ko'z yumdilar. Demak, salkam 5 pora tafsir qolganida bu tafsir ham nihoya topib 23 juzdan iborat bo'ldi bu Qur'oni Azim tafsiri. Kaminani Shayx Alovuddin Mansur nomli masjidga noib imom vazifasiga tayinlashdi. Va bundan tashqari Qorasuvdagi o'sha Nur madrasasida mudarrislik vazifasiga ham tayinlashdi. Inshaalloh Toshkentda ham O'zbekistonda bu kitob chiqariladi. Bunga harakat bor. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah. Vassalatu vassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz dindoshlar, barchalarimizga bu ulug' oy Ramazoni sharif muborak bo'lsin. Bu oyda qilayotgan amallarimizni Alloh taolo o'z dargohida qabul aylasin. Tutayotgan ro'zalarimiz va tunda qilayotgan ibodatlarimiz, namoz, xatm, tarovihlarimizni o'z dargohida qabul aylasin. Bu muqaddas oy sababi bu oyda ulug' muqaddas kitobimiz bo'lgan Qur'oni Karim nozil bo'lgan. Demak, mana shuni o'zi bu oyni ulug' ekanligiga, sharif ekanligiga yaqqol dalildir. Alhamdulillah, Alloh taoloni madadi inoyati bilan otamiz rahmatli Shayx Alovuddin Mansur hazratlari boshlagan Qur'oni Azim tafsiri o'z nihoyasiga yetdi. Otamiz 25 poradan ziyodrog'ini tafsir qilib bu hayotdan ko'z yumdilar. Demak, salkam 5 pora tafsir qolganida bu tafsir ham nihoya topib 23 juzdan iborat bo'ldi bu Qur'oni Azim tafsiri. Inshaalloh mana shunday go'zal bir ko'rinishlarda umumiy to'plam chiqarildi. 23 juzdan iborat bo'ladi. Bu endi Qirg'izistonda chiqqan o'sha Qur'oni Azim tafsiri kitobidir. Inshaalloh Toshkentda ham O'zbekistonda bu kitob chiqariladi. Bunga harakat bor. O'sha 25 porasi tafsir chiqqan edi. Yana 5 porasini qo'shgan holatda inshaalloh Qur'oni Azim tafsirini to'plamini O'zbekistonda ham chiqaramiz. Bu Qirg'izistondagi chiqarilgan kitobni ham talab istaklarga binoan bu yerdan sotib olib ketadiganlar bo'ladi, boshqa bo'ladi. Muhimi, mana shu buyuk bir amal ish o'z nihoyasiga yetdi. Mana shu narsani do'stlarimiz, birodarlarimizni xabardor qilib qo'yishni istadik. Yana boshqa e'lon ham borki, muhim bo'lmasa-da aytib qo'ygan yaxshi bo'ladi. Kaminani Shayx Alovuddin Mansur nomli masjidga noib imom vazifasiga tayinlashdi. Va bundan tashqari Qorasuvdagi o'sha Nur madrasasida mudarrislik vazifasiga ham tayinlashdi. Alloh taolo bu vazifani unga xiyonat qilmagan holatda go'zal tarzda bajarishligini muvaffaq aylagan bo'lsin. Kelajakda avlodlarimizdan Qur'oni Karimni o'rganadigan, o'rgatadigan qori olimlar chiqishini Alloh taolo barchalarimizga, barcha zurriyotlarimizga nasib etgan bo'lsin. Ramazon oyi bu saxovat oyidir. Ramazonda yaxshilik qilish kerak. Ramazonda Qur'on o'qish kerak. Ramazonda yaxshi kitoblarni o'qish kerak. Yaxshi amallarni qilish kerak va albatta aytib o'tganimizdek saxovatli bo'lish kerak. Yurtimiz rahbarlari saxovatda namuna bo'lib, ayniqsa mana shu Ramazon oyida juda ko'pchilik o'sha muhtojlarga yordam berishlik, ularga katta miqdorda pul ajratilganligi aytiladi. Bu go'zal amal. Demak, bu ish faqat yurt rahbarini yoki qaysidir bir hokimni, yana bir rahbarni ishi emas, balki har bir inson qilish kerak bo'lgan narsa. Siz ham o'zingizda bir qo'shningiz bor, qiynalgan, unga yordam bering. Qarindoshlaringiz ichida yotibdi qiynalganlari, ularga yordam bering. Ayniqsa zakot bermoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, mana shu oyda bering, bir necha barobar zakot bergan savobini olasiz. Demak, bu oyda yaxshiliklarni qilib olish kerak. Boshqacha aytganda, bu yaxshilik, ajr, mukofot egallab oladigan, erishib oladigan sezon payti. Mana shu sezonni
yaxshi g'animat bilib, foydalanib va Alloh taolo buyurganidek go'zal amallarni qilish bilan o'tkazishimiz kerak bo'ladi. Alloh taolo barchalarimizni tutgan ro'zalarimizni o'z dargohida qabul etsin. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.